Sharafat degani mana ular aniq borki, qasd qilgan, oldiga maqsad qo'ygan, buyuk maqsadi bor bular. Tushunasanmi? Jemi deganlar oshqozon bilan o'ynashamiz degan maqsad qo'ygan o'zlariga. Bu addanni bitta xoladanlik qilish mumkinmi? Bitta shirinliklar uchun. Mana ular shu narsani qilib qo'yibdi. Psixolog bo'lish uchun borku, o'qish shart emas. Mana shunday qarab, bolalikda kuchli travmasi bor desang bo'ladi. Yoshlikda enasi aniq bunga shirinlik bermagan, butun hayoti davomida ana shu travmalarni yengish uchun enasiga ko'rsatib qo'yish uchun mana shuncha shirinlik yeb. Bu bola yoshlikda aniq shirinlik yemagan hisoblanadi. Shuncha shirinlikni qaytib jiyday, nafsingda borku, qora tuynugi ochilib ketsa munjal yemaysan-da, ya tavba, hayronlar qoldim. Alam qilgani bolalarimizga bularni bittasini bermaymiz-da. Bittasini bermay har zamonda bitta yekta yeganiga tishimiz to'lib chirib ketganda bolalarimizda tishi chirib, stomatologga borsang, odam to'ladi. Alam qilgani bular har kuni shu narsani bitta irshaysa, hana tishini oqiga ko'zimiz qamashib ketadi, to'g'rimi?